Assalomu alaykum. Bugun Rishtonni sentri, Chinigaronni qoq markazi desak ham bo'laveradi. Bu yog'i mahalla komitet, bu yog'i muzeyning yonida mana shu G'ayrat ko'chasi deb yozilgan. Uyimiz 4 sotixdan iborat bo'lgan. Bitta kvartira domni narxiga 4 sotiq 7 ta aylanasiga uy qilingan. Xolasingiz hamma jihozlari bilan kelsa tashab ketaman deyapti. Sotuvga qo'yilgan xonadonimiz. Ko'rishinglar mumkin. Notariusga hujjatlari tayyor bo'lib turibdi. Xolos aytishyapti, notariusga pulini sanashaveradi deyapti. Hech qanaqa muammo, gaz, suv, sveta umuman muammo yo'q. Ichki ko'rinishlar birgalikda tanishib chiqamiz. Do'stlar, hovlimizda ichki ko'rinish variantlari, uylarning ichini ham olib ketdik. Ko'rishinglar mumkin. Hattoki podvallarigacha qilib qo'yishgan ekan. Oddiy misol do'stlar, Rishtonni sentrdan yaxshi kvartira olmoqchi bo'lsangiz ham 30 ming, 40 ming dollarga yotibdi narxlar. Mana shu narxga 39 ming dollarga pastga egalarning raqamlarini qoldirib ketamiz. Gaz, suv, svet hujjatlardan muammosi bo'lmagan joy ekan. Bunaqa imkoniyat hadeb bo'la olmaydi. Ayniqsa Chinigaronliklar, musofirda yurgan akalar sizlarga zo'r, tayyor mana aylanasiga uy olib, o'zingizga ko'nglingizga moslab olishingiz mumkin. Rishton uy-joyi sizlarga eng yaxshilarini tavsiya qilamiz. Bizda ijtimoiy tarmoq kanallarimizda, Telegram, YouTube, Instagram kanallarimizga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Sizlarga bundanda yaxshi joylarni qo'yib borishda harakat qilamiz.